Allo. Assalomu alaykum Rustam aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bormisan? Telefon qildim, tusha olmadim sizga. Ering o'lganmi sani? Opajonga aytib qo'yuvdi. Nimaga o'zimdan so'ramaysan? Bo'ldi, jahl qilmang, 2 haftada qaytaman. Timurga o'zingiz yaxshilab qarab turarsiz, xo'p? Qarayman, o'g'lim bo'lgandan keyin qarayman-da. Menga qara Ifora. Senga o'zim nima yetishmayapti? Nimangni qilib bera olmayapman? Nima kaming bor o'zi sani? Bo'ldi, baqiravermang endi. Qaytaman dedim-ku. Qora Kamiljonimni. Majlis boshlandi. Rustam aka, majlisga chaqirishyapti. Majlis, hammaga vaqt topasan. Onangni sana. Rustamjon? Xonimdan noquvas. Sizga nimadir kerakmi? Choy ichasizmi? Senga shu hayot yo'qotdim. Menga umuman yoqmayapti. Nimaga ichdingiz? Ichgim keldi. Iroda. Seni yoqtiraman. Rustamjon, hozir ichgansiz. Iltimos, ertaga gaplashaylik. Menga odamni eslatasan. Juda ham xokisorsan. Juda ham mehribonsan. Ko'zlaringga qarab to'ymayman. Rustamjon, siz hozir ichmagansiz, iltimos bunaqa gaplarni gapirmang. Axir ayolingiz bor. Qanaqa ayol bir tiyinga inmadi-yu mana. Keyin bilan uchrashaman. Akam, sendan kechgan bo'lsa, men sana deyman. Men o'zim senga g'amxo'rlik qilaman. Iroda, menga juda ham yoqasan. Seni ko'zlaring menga juda ham yoqadi. Gunoh hech qilmaylik. Hozir siz ichgansiz. Menga endi hamma narsa mumkin. Iltimos, Rustam. Hammasi mumkin. Unaqa men yo'q. Hozir xato qilib qo'yamiz. Yaxshi ko'raman. Yo'q. Jin.